Farruh ismining ma'nosi. Kelib chiqishi fors tilidan olingan bo'lib, Farruh ismi qadimgi Farroh so'ziga borib taqaladi. Asosiy ma'nosi baxtli, omadli, saodatli inson. Ba'zi talqinlarda yuzi yorug', kelajagi porloq degan ma'nolarda ham beriladi. Omad va baxt ramzi. Farruh ismi hayotda omadli bo'lish, ishlarning yurishishi, baxt va quvonch bilan yashash tilagi bilan qo'yiladi. Qadimgi bu ism obro'li, davlatli, hurmatli insonlarga mos ism deb hisoblangan. Kuchli xarakter. Farruh ismli insonlar odatda qat'iyatli, jasur, o'ziga ishongan deb tasvirlanadi. Farruh ismi asosan O'zbekiston, Tojikiston, Eron va Afg'oniston hududlarida keng tarqalgan.